Biz keldik. Komediya kinoni, Havoyda o'ynagan bosh rolda komediya kinoni premyerasi bo'lar ekan. O'shani mazza ko'rib ketamiz, taklif qilgan Havoyda. Gullarni olib keldik. Biz kuni bo'yi yig'lashga majbur qilgan, mashq qilishilasi bo'ladi. Havoyda bir yoqda yig'ladi, men bir yoqda yig'ladim. Hadeb kulaverasan, bir yig'laylar deganman-da. Onajonim umri uzoq bo'lsin bular. Eslatdingiz anaqangizni, qadriga yetishimiz kerakligini hammani inonaman. Ha, ko'pchilik shunaqa deydi, onasi tiriklar. Shunaqangi shunaqa qilib o'tiribmiz. Men bu yoqda bizni sostavman. Katta xo'jaliklar. Деловая колбаса, реально. Факат телефонда. Kimga joy belgilanmagan, xohlagan joyda o'tirar ekanlar. Biz faqat gap sotdik. Yog'i to'lib ketgan. O'shanga mashinaga o'tirdik. Teparoq o'tiraveramiz, bemalol ko'ramiz deb. Qaydik tashqarida. TV kanaliga bildiramiz esa. Ana endi esa ko'pchilik nomidan bizni og'amiz Qayrat Ahmedov o'zining yaxshi fikrlarini bildirsa. Yaxshi fikrlari biz bildiramiz albatta. Biz endi rahmat masjidi Shodbek, Otabek Dishon. Bu yoqdamisan? Sunnat namozi. O'zing ana. Endi Hasan Husan bo'ldinglar. Rahmat shu yigitlarga, masalan, o'zimiz Andijondan